Yosh mamashalar hammaga assalomu alaykum. Bugun bizada raspakovka. O'g'limga shunaqa mazza qilib kiyimchalar oldik. Bugun sizlar bilan shularni obzorini qilamiz. Mana endi ko'rayotgan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Blogim orqali ilk onalik va hayot tarzim bilan bo'lishib boraman. Har xil bojichalar, material juda ham yumshoq. Ko'chaga kiydirib ketishingizga ham juda ham udobni. Bu jinsi, bu ham botik, bunga moslab, bu shortikcha. Botik, bunga mos, shortik. Ham boytikli marichka juda ham yumshoq ekan, bunga moslab mana shortikchani oldim. Bu o'zi komplekt ekan. Shortik, no ayubga bu kattaroq sal. Nosochki yumshoq, yubka yozga oyoq tez katta bo'ladi va tez nosgida kichkina bo'lib qoladi. Bu oddiy bandamka, kepkacha, nishkali, shunaqa shirin. Zanjir deydimi, nima deydi? Soskaga qistirib ilib qo'yilgan. Mana o'g'lim shunaqa chiqargan soskani oldidan oladi, sekin buni tashlaveradi. Buni sotib olmadik, buni bu jonim sovg'a qildi. Semday komplekt kiyimcha. Shu bilan raspakovkani tugadi. Videoyimni mamashaliga jo'natib